Assalomu alaykum. Navbatdagi zakazimiz shixvona bo'ldi. Shixvonda tak 400 kvadratlik gipli kamin bo'ladi. Xudo xolasa eranskiy karush shaklida bo'ladi. Va yo'l yon tarafi hamda shu evanchasi bog' tarafi vandayna hozir qozonxonasi barbekü qo'yadi yerlardan. Şöyle urib beramiz xudo xolasa, yana dashi xohlasa chiqarib beramiz. Общий berimiz 477 kvadrat ekan, arealari bilan girganda o'xshaysi. Hozir biz 400 kvadratdan chiqarib beramiz xudo xolasa. Bizdan kuzatishda davom etasiz. Xudo xolasa ishlarimizni shunday tashlab boramiz. Kimga shunday ishlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerlaringizni chiqarib qo'yibmiz. Telefon bog'lanaversa, savol-javoblarimiz bo'lsa, hammasini aytaverasa, javoblarni olasizlar xudo xolasa. Tushunmaganlaringiz bo'lsa. Endi xudo xolasa borib turib o'zimiz tushuntirishlarini, masalan, bu gipli kamin necha so'm, gipli kranka necha so'm, termopol necha so'm variantlarni hammasini addinni bir объяснить etib, go'shtni tushuncha berib o'tamiz. Ko'p savollar bo'ldi. Bu nechik degan. Ashinin savollar endi xudo xolasa bo'nida bo'lmaydi. Tushunarli qilib o'tamiz xudo xolasa. İşlerimiz ko'p bo'lgani uchun borib to'shni tushuntirolmay yuradi. Endi bundan bana addinni tushuntirib o'tamiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Bu narsada aytib o'tsakim, ranginde, svetinde, naqshida baho o'zgarmaydi. Hech birinde xudo xolasa aytib o'tamiz borib. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.